Savolim xiyonat to'g'risida. Xiyonatni kechirish bu kuchlilikka kiradimi yo ahmoqlikami? Menimcha ahmoqlikka kiradi deb o'ylayman. Chunki hech bir erkak kishi o'zini ayolini xiyonat qilib qo'ydirishga yo'l qo'ymaydi. Chunki agar xiyonat qildirsa, misol uchun xiyonat qilib qo'ysa ayoli, menimcha kechirish ahmoq ishi. Shuning uchun ahmoqlikka kiradi deb o'ylayman. Agar misol o'rtada farzandlaringiz bo'lsa, ham kechira olmaysizmi? Yo'q, kechira olmayman. Chunki ayol kishi baribir qalbi bilan xiyonat qiladi. Erkak kishi prosta xiyonat qiladi. Prosta xiyonat qilgani bilan ham keyin baribir xotinim deb uyga olib kiraveradi. Uygani kiraveradi, baribir ayolni sevaveradi xiyonatdagi. Agar ayol kishi xiyonat qilsa, eridan voz kechib, u bilan ketaveradi. Agar qalbi bilan xiyonat qiladi. Shuning uchun ham eridan voz kechib ham yashab ketaveradi. Shuning uchun ayollar xiyonatkori kechirilmaydi, erkaklarniki kechiriladi. Shuning uchun men kechirmagan bo'lardim agar ayolim xiyonat qilsa.